Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Bugun juda muhim va ko'pchilikni befarq qoldirmaydigan yangilik bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda ayrim oilalar uchun nafaqa va ijtimoiy yordam pullari to'xtatilishi mumkin. Rasmiy manbalarga ko'ra, mehnatga layoqatli bo'la turib ishlamagan yoki taklif etilgan ishlarni rad etgan oilalarga beriladigan nafaqalar bekor qilinadi. Biroq ishlayotgan, band bo'lgan yoki ish izlayotgan fuqarolar uchun ijtimoiy yordamlar saqlab qolinadi. Bu qaror kimlarga ta'sir qiladi? Kimlar nafaqasiz qolishi mumkin? Qanday shartlar asosida yordamlar davom etadi? Bularning barchasini hozirgi videomizda batafsil tushuntirib beramiz. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar sizga shunday muhim va ishonchli yangiliklar kerak bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni boshqalarga ham ulashing. Diqqat qiling, O'zbekistonda ishlamaydigan ayrim oilalar uchun nafaqa va yordam pullari to'xtatiladi. Mehnatga layoqatli kambag'al oilalar 6 oy davomida ishlamasa yoki taklif etilgan ishlarni rad etsa, ularga nafaqa va ijtimoiy yordamlar bekor qilinadi. Band bo'lganlarga esa yordamlar saqlab qolinadi. Avvalroq Prezident Shavkat Mirziyoyev 17 dekabr kuni ijtimoiy himoyaga muhtoj aholini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish va hududlarda kompleks ijtimoiy va reabilitatsiya xizmatlarini kengaytirishga qaratilgan takliflar bilan tanishgani haqida xabar berilgandi. Prezidentning ijtimoiy himoya bo'yicha maslahatchisi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori Mansurbek Olloyorov O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida davlat rahbariga ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rsatishning yangi tizimi taqdim etilganini ma'lum qildi. Uning qayd etishicha, oilalarni davlat ta'minotidagi mehnat layoqati past bo'lgan kambag'al hamda kambag'allik chegarasidagi toifalarga ajratgan holda manzilli ishlash mexanizmlari bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Loyihaga ko'ra, davlat ta'minotidagi oilalarga bandlik talabisiz ijtimoiy yordam ko'rsatish nazarda tutilmoqda. Mehnat qilish imkoniyatiga ega kambag'al oilalarga esa yordam berish bilan birga ishlash talabi joriy etiladi. Agar bunday oilalar 6 oy davomida band bo'lmagan yoki taklif etilgan ishlarda ishlamaydigan bo'lsa, ularga nafaqa va ijtimoiy yordamlar to'xtatiladi. 6 oy davomida ishlaganlarga ijtimoiy yordamlar davom ettiriladi, dedi Olloyorov. Shuningdek, loyihada daromadli minimal iste'mol xarajatlaridan yuqori, lekin kambag'allik chegarasida bo'lgan oilalarni ham davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, Mansurbek Olloyorov davlat ta'minotidagi oilalar uchun ijtimoiy paketlar doirasida qo'shimcha imkoniyatlar belgilanayotganini qayd etdi. Xususan, ularga o'z tarmoqlaridan foydalangan holda bandligini ta'minlash uchun kambag'allikni qisqartirish jamg'armasi hisobidan moliyaviy instrumentlar ajratish rejalashtirilgan.